San'at haqida so'z ochdik yuqorida. Albatta, san'at bu insonni yaxshilikka ham o'rgatadigan, unga bir hayotiy xulosalar chiqarishiga ham ko'maklashadigan, bir so'z bilan aytganda inson bilan birgalikda kamolga yetayotgan soha hisoblanadi. Davr ruhi unda albatta sezilib turadi, insonlar kayfiyati sezilib turadi. Va ming yilliklardan so'zlab kelayotgan san'at turimiz bor. Albatta. O'sha asrlar silsilasida umuman o'zini yo'qotmagan, sinmagan san'at turimiz bor. Bu baxshichilik. Baxshilarimiz hamisha mardlikni, jasurlikni va o'sha vatanparvarlikni tarannum etgan holda xalqimizga xizmat qilib kelishyapti va avloddan avlodga ustoz shogird an'analari asosida o'tishyapti bu san'atda. Va bizda iste'dodli baxshilarimizdan sho'rchilik olim baxshi Aliqulov ayni damda hamsuhbatimiz bo'lishadi. Keling olim aka, marhamat. Marhamat. Xush kelibsiz. Ikkinchiga o'tira oling olim aka. Xush kelibsiz. Baxshini ko'rgan yaxshi deydi. Albatta, baxshini ko'rsang yaxshini ko'rgan bo'lasan. Xo'p, dushanbamiz baxshi bilan boshlandi, demak bu hafta yaxshi. Ha. Rostdan. Xo'p, olim aka, xush kelibsiz. Kayfiyatlar qanday? Yaxshi, rahmat. Demak, birinchi hamma suhbatlardan oldin bir yaxshi termadan eshitsak, nima deysiz? Qaysi terma aytib berasiz? Shu ustozlardan o'rgangan termalarni aytib beramiz. Aha, marhamat. Hayır Bağbanın zorluğu gülden bilinir Erinin hizmeti baldan bilinir Hayvanının zorluğu yelden bilinir Bir kışlaqtın antıpaqlığı teki sıravan yoldan bilinir Yaş almıştan aşkanda mamanın hizmeti hayranlığın çaldan bilinir Aşpazın zorluğu aştan bilinir Asaptın zorluğu göçten bilinir Bol ermanın balası baştan bilinir Bu masmanın balası bir nakabil işten bilinir Hayır bazını Avşı yer tədiyə Görcümün həm tazını Təyləməylər cetəb keldik Domburamı Farhatək həm sözünü Çalıb ettim bir maydan Sırxandaryam sazını Aferin. Baxshining zo'ri nimadan bilinadi? Baxshining zo'ri chechanlikdan, Chertag'onlikdan. Shertag'onlikdan, Albatta. dostonlardan. Albatta. Endi olim baxshi Aliqulovni kashf etamiz bugun siz bilan Ayzaxon. Ularni tanishtiramiz yurtdoshlarimizga. Va ko'pchilik YouTube kanallari orqali ularni taniydilar. Xususan, O'ktam Hakimbek tomonidan tashkil etilgan Alpomish Media o'sha YouTube kanalida ularni men juda ham ko'p kuzatib boraman va dunyoni juda ko'p nuqtalarida olim akani tinglaydiganlar borligini ko'rdim. Bugun biz ham trenddan qolmaylik dedim va ijtimoiy tarmoqlar orqali bugun ommalashib borayotgan ularning san'ati va bizning studiyamizda ham bugun o'z o'sha aksini ko'rsatadi. Olim aka, keling, o'zingiz haqingizda gapirib bersangiz. Baxshichilikni kimdan o'rgangansiz? Ustozlaringiz kim? Baxshichilikda ustozim Safar baxshi Shaydilov xalq baxshisi. Keyin Sodiq baxshi Mardonaqulov, Qobil baxshi yosh hozir
katta baxshilardan o'rganganmiz-da. Albatta. Baxshichilikda ustoz shogird an'anasi qanday bo'lishi kerak? Shogird qachon zo'r o'rganadi? To'liq o'zlashtiradi o'sha san'atni. Shogird butun bir vujudi bilan berilsa, qiziqish bo'lsa o'rganadi. Hamma bitta baxshichilik emas endi. Hamma soha ham shu. Xuddi shunday, to'g'ri. O'sha narsaga qiziqish yuqoriroq bo'lishi kerak. Qiziqish yuqori bo'lishi kerak. Bu yoshligimda bir qo'shnimiz bor edi. Hozir u ham baxshi, Bahodir baxshi deydi. Aha. Do'mbirani yasab o'zi usta edi, yasab chalib o'rgangandan keyin men ham shu qo'y boqib yurardim, yosh bola edim. Ha. Keyin shu yoqda ko'rib qiziqib qolganman. Keyin menga ham bir do'mbira nima qilib bergan, o'rganganman, qiziqib birga keyin Safar baxshi ustozimizga olib borgan. Ustoz shogird tushganmiz. Qiziqish juda kuchli edi. O payt internetlar yo'q edi. Oddiy telefonlar bo'lardi. 3303 60 flishka. Shu kompyuterga borib to'ldirib tashlatib kelardim-da. Safar baxshidan, Shoberdi baxshi Boltayevdan, Baxshqilaka Tog'ayevlarni tashlatib kelib qo'y boqardik. Maktabdan kelib chiqib quloqda naushnik, qo'lda do'mbira. Kechasi keyin uyga kelardik, choy ichardik, kechqurun DVD bor edi u paytlar. DVD ham to'la baxsh edi. Disk tiqib qo'yardim-da, eshitib uxlardim. Tunu kun faqat shu yoshligim shunda o'tganda. Oilada sizdan boshqa baxshilar bormi, yo'qmi? Yo'q. Siz birinchi baxshi. Xo'p, bu darajada qiziqish nimadan deb o'ylaysiz endi? Bu darajada bu san'atga mehr nimadan? Bilmadim endi nimadan bo'lgan, lekin bir marta eshitganda qiziqqanman. Shundan Butun o'y-xayollar shunga berilgan. Keyin eshitardim-da, men ham shunday aytalamanmakan, do'mbirani shunday chalalamanmakan deb uxlamasdim-da, tunu kun xayolim shunda bo'lardi. Albatta. Hozir qo'lingizdagi do'mbirangiz nechinchi do'mbira bu? Do'mbira bu birinchi do'mbira, bobomdan qolgan do'mbira bu. Aha. Demak, bobangiz uyda chertgan. Yo'q, bobomga birov sovg'a qilgan. Ha, turgan. Suvenir sifatida. Necha yildan buyon qo'lingizdan tushmaydi? Qancha yil bo'lib ketdi? 15 yil bo'lyapti montajga. Qo'yin. Chunki baxshilar qarang, bejizga bu savolni bermadim-da. Baxshi do'mbirasini almashtirmas ekanda. Baxshi do'mbirasini asrar ekan. Do'mbira baxshiga tushadi, baxshi do'mbiraga tushadi. Bir-biri bilan hamohanglikda ular birga bitta asarni ijro etishadi-da. Keling yana bitta chiroyli sizdan terma yoki dostondan parcha eshitsak. Marhamat. Hayır aynalı keler gündüz minem keçeler Ay çarıkta aşık oynar beçeler Aşk oynas əvəçələr, çanıb yatar köçələr Beşdə bolsa apalar, onda bolsa çiçələr Bir yenənin səhər durub, süt bir gəncə bulalmasa Hayyara qavatında qancha bo'lsa ağalar Atların əcar aşadı tağıb жүрsən noğalar Onta bolsa gələr, onta bolsa tağalar Bir atanın can başlap çatqanı çəv olalması Hayyara her yilətən vardır yaxşı caman bayları Baylar kesə türdə bolar cayları Şu baylardan haydagən sürüv qoyları
Qorangdagi bir uloqcha bo'lolmas Hayyara ortga qaytmas yoshlikdagi bu damlar Bu dunyoga mehmon bunda kelgan odamlar Ko'chadagi qo'ldan qo'lga o'tib yurgan sanamlar Qo'rg'oningda suyib olgan dildaringday bo'lolmas Hayyara qarlar javsa ag'aradi tuba bu betlar Ko'kdan havo yerdan chiqadi o'tlar Tilla yegar ostida maydan bermagan otlar Ostingdagi cho'bir toycha bo'lolmas Hayyara adashda yurgan cho'ponga Yegiz to'l yaxshi Ortalashgan palvonga Orqasida yil yaxshi Nafsi jomon nodonga Qadrdan pul yaxshi Cho'lqanlagan karvonga Cho'kti tortqanlar yaxshi Savdogarga do'stlar pul bo'lib yotgan zar yaxshi Bu dunyoda go'zallar ko'p do'mbiram Bu dunyoda zebalar ko'p do'mbiram Hammasidan do'stlar Xudo qo'shgan yor yaxshi Hayyara kayvaniga do'mbiram Boshi birikkan yil yaxshi Baybichaga tizzasida yerkalasa ul yaxshi To'ydi buzgan nodondan bir baylavli mol yaxshi Davrani buzgan g'animdan baylavli jotgan mol yaxshi O'pich olgan paridan sepkil toshgan yiz yaxshi Bir laylaqa jigitdan bir g'ayratli qiz yaxshi Ajoyib. Haqiqatdan ham mana ma'noda juda ko'p gap borda. Mazmunda haqiqatdan ham nima uchun baxshilik san'ati, nima uchun bugun termalar umuman o'zini kuchini yo'qotmaydi, so'zida ta'sir bor. Va xuddi shunday insonga bir tarbiyaviy jihatdan ham yetib bora oladi va baxshilarimiz ham o'tmishdan va bugungi hayotiy voqealardan ilhomlanib uni ommaga chiroyli tarzda yetkazib bera olyaptilar. Va Olim aka, sizga ham bugungi ishtirokingiz uchun, ajoyib suhbat uchun minnatdorchiligimizni bildiramiz. Ijodingiz bundan-da gullab yashnayversin. Sozingiz hech qo'lingizdan tushmasin va marhamat, sizdan ham salom tabriklaringizni siz muxlislaringizni bugungi kun bilan tabriklab, ularga tilaklar yo'llashingiz mumkin. Chunki bizni juda ham ko'p kishi ayni damda tomosha qilib turibdi. Barcha yurtdoshlarimizga ishlarida omad, sog'lik doimo, oilasida tinchlik bo'lishini tilaymiz. Rahmat. Rahmat. Demak, qadrli teletomoshabinlar, bugun munavvar kunda shunaqa gaplar edi. Ko'rgan bo'lsangiz, kuzatgan bo'lsangiz, biz bilan boshidan buyon birga kelayotgan bo'lsangiz, demak angladingizki, iste'dod bu insonni ko'rki. Iste'dod bu insonni ko'kka ko'taruvchi eng muhim vosita. Iste'dodingizni umuman yashirmang, qobiliyatingizni yashirmang. She'r yozgingiz kelyaptimi, qalb nimani xohlayapti? O'sha ishni bajarishga harakat qiling, uddalang. Dilik boshida o'xshamas. To'g'ri aytasiz. Boshida juda ham chiroyli chiqmas. Mana menman degan mohir oshpaz ham boshida piyozini kuydirib qo'ygan bo'lishi mumkin. To'g'ri aytdingiz. Nimanidir qilishga harakat qildingizmi? Demak, xatolar bo'ladi bu yo'lda. Muhimi siz to'xtab qolmasligingiz kerak bo'ladi va o'sha ishga butun vujudingiz bilan agarda kirisha olsangiz, siz demak bu ishda yutasiz. Azizlar, Munavvar kun dasturida sizlar bilan birga bo'lganimizdan xursandmiz. E'tiborlaringiz uchun tashakkur.
albatta yerning qattiqligini yiqilganimizni sezganimiz uchun ham tizzamiz yiqilish haqida o'ylaganimizdan og'rishni boshlaydi-da. Demak, qaysidir xatolar bizni to'g'ri qaror qabul qilishga undayveradi. Dushanbadan sizga mana shunaqangi motivatsion gaplarni aytayotganimizdan xursandmiz. Yana ko'rishguncha, diydorlashguncha omon bo'ling.